Allah Taala hemməsinin günahını keçirdi, faqat iki xil günahlarını keçirmeydi o deydi. O iki xil günahның birisi Ademni halak qiladigan, muvaffaqiyat yo'lini to'sib qo'yadigan 3 ish bor. Quli qisqa hasadxo'r, qilar g'ayvat amal yo'q. Agar udul yo'liqsang, bulur tili kalva lal. Biz ilgirki dersimizde qabr azabının köp qismiga sabab bo'lgan g'ayvat haqida to'xtalgan edik. Endi biz bugungi dersimizde ana shu qabr azabının köp qismiga sabab bo'lgan g'ayvatning sabablari haqida to'xtalamiz. Chunki biz g'ayvatning kelib chiqish manbasi, bizni g'ayvatga undaydigan omillarni tepib chiqqan vaqtimizda biz g'ayvatdan iborat bu illatdan uzul-kesil qutula olamiz. Undaqda biz nima uchun g'ayvat qilamiz? G'ayvat nereden kelib chiqadi? Bizni g'ayvatga nima undaydi? Birinchidan biz o'zimizning o'rnini yuqori ko'tarib, boshqalarning o'rnini tushirmoqchi bo'lgan vaqtimizda g'ayvat qilishga boshlaymiz. Ya'ni biz başqalarının ayıp noksanlarını sözleş arqalıq özümüzün o noksanlarının hali ekanligini o'tirib qo'ymoqchi bo'lamiz. Bu sebepten biz ularning g'ayvatini qilishga boshlaymiz. Bu bir tarafdan riyokorlik, yana bir tarafdan o'zmabdullik, yana bir tarafdan qaragan vaqtimizda cho'ngchilik, hakavorlik. Riyokorlik bo'lsa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek shirkning bir turi. O'zmabdullik bo'lsa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisida degandek halok qilguvchining birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom al-muhlikatu thalatha. Odamni halok qiladigan, muvaffaqiyat yo'lini to'sib qo'yadigan 3 ish bor. Onun birisi bo'lsa o'zmabdullik deydi. O'zmabdullik bo'lsa o'zining qilgan ishini birinchi o'rin qo'yish, boshqalarning qilgan ishini ikkinchi va muhim emas o'rinlarga qo'yish, shundaqla o'zining qilgan ishini ayib nuqsonsiz, boshqalarning qilgan ishini ayib nuqsonliq ko'rsatish o'zmabdullikning bir ifodasi. Mana shu o'zmabdullik bizni g'ayvat qilishga undaydi. O'zining qilgan ishini cho'ngaytish, boshqalarning qilgan ishini kichikiltish va ayiblash orqali boshqalarni tuvan ko'rish bo'lsa, bir odamning axloqining nachar ekanligiga yetarlik isbot. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bi hasbi imri'in min as-su'i ay yahqira ahahul muslim. Bir adamның načarlıqıga, o adamның Müslüman qarindishini tuvan ko'rishi, haqir ko'rishi yetarlikdir. İkinci sebebi, yani bizning boshqalarning g'ayvatini qilishimizga sabab bo'lgan ishlarning ikkinchisi bo'lsa, bizning qalbimizda o adam qarta yomon ko'rish, o'ch ko'rishning paydo bo'lib qolishi. Biz bir odamni yomon ko'rib qolgan vaqtimizda, o'ch ko'rib qolgan vaqtimizda uning qilgan ishlarini yomon ko'radi. Shuning bilan biz o adamning qilgan ishlarini ayiblaymiz, o adamning g'ayvatini qilamiz. Shu orqali o'zimizning qalbidagi bu marazni yashartamiz. Lekin biz uni ayiblagan vaqtimizda men tanqid qildim, isloh qildim deganni bahona qilamiz. Amaliyotda bu bizning qalbimizda uning qarta o'chmanlikning beh surganligining ifodalanishi. Bir musulmonning yana bir musulmonni o'ch ko'rishi nihoyat qo'rqinchli bir ish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh taolo Sha'banning nisbida, ya'ni yarmida kechida butun mahluqotlarga qarab chiqadi va u mahluqotlarning hammasining gunohini kechiradi, faqat ikki xil gunohlarni kechirmaydi deydi. O iki xil günahның birisi mushrik, yana birisi bo'lsa mushahin. Ya'ni qalbida yana bir musulmon qarta o'chmanlik, adovat bo'lgan kishi. Demak, butun mahluqotlar kechirim qilingan kundami, boshqalarni yomon ko'rgan kishilarning bu gunohi kechirim qilinmaydi. Chunki boshqalarni yomon ko'rish bizni ana shunda g'ayvat kelib boradi. Uchinchi sababi, ya'ni biz boshqalarning g'ayvatini qilishimizga sabab bo'lgan ishning uchinchisi bo'lsa hasad. Bu g'ayvatning eng asosli sababi. Biz bir odam qarta hasad qilgan vaqtimizda, chidamaslik qilgan vaqtimizda uning g'ayvatini qilishga boshlaymiz. Chunki hasadning yomon va qabih ish ekanligini hamma odam biladi. O'zimizning hasadxo'r bo'g'isi yo'q. Biz bu hasad o'tini g'ayvatga aylantirish orqali ifoda qilishga boshlaymiz. G'ayvatni bo'lsa tanqid va isloh qilish degan atalg'alar bilan pardozlaymiz. Amaliyotda bu tanqid bo'lmasdan qalbimizdagi hasad o'tininki g'ayvatga aylanishi. Said Shirozi g'ayvatning yiltizi hasad ekanligini tuvandagi she'r bilan o'tirib qo'yib bundoq deydi. Quli qisqa hasadxo'r, qilar g'ayvat amal yo'q. Agar udul yo'liqsang, bulur tili kalva lal. Demak, birinchi misrasida quli qisqa hasadxo'r, qilar g'ayvat amal yo'q. Ya'ni hasadxo'r odamninki g'ayvat qildiganligini bu misra orqali o'tirib qo'ydi. Afsus, biz o'zimizdagi hasadni g'ayvatga aylantirgan vaqtimizda bir gunohdan texmi cho'ng gunohga o'tgan bo'lamiz. Chunki hasadning o'zi bir gunoh bo'lsa, uni yo'tkigan, uni pardozlagan g'ayvatimizmi qabr azobining ko'p qismiga sabab bo'lgan cho'ng gunoh. Undaqda g'ayvatning yiltizi bo'lgan hasadga bizni nima undaydi? Ya'ni biz nima uchun hasad qilamiz? Hamma odam hasad qiladi. Hasad qilmaydigan odam yo'qmi? Esimizda bo'lishi kerak, har bir insonda hasad bor. Ammo masala u hasadni qandoq boshqarish, qandoq betaraf qilish. Bir odam menda hasad yo'q desa, u o'zidagi hasadni bayqamagan bo'ladi yoki rost aytmagan bo'ladi. Chunki agar odamda hasad bo'lmagan bo'lsa edi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom la tahasadu, hasad qilishmanglar deb shu oltin davrida yashagan sahobalarga va bizlarga buni tavsiya qilmas edi.
Demek hasad her bir adamda var. Biz hasaddan qutulishdan ilgari old bilan hasadni e'tirof qilishimiz kerak. Menda hasad yo'q, men hech kimga hasad qilmayman degan odam o'zidagi hasadni fitnaxo'rlik, g'ayvat va boshqalarga o'ch adovat qilish orqali chiqaradi. Agar biz o'zimizdagi hasadni e'tirof qilmay, g'ayvatmi qilmay, fitnami qilmay, uni e'tirof qilmagan vaqtimizda ichimizdagi bu hasad ochiq aylanib ketadi. Turibla ochiqimiz kelib qoldigan, ammo nimaga ochiqimiz kelganligini o'zimizmi bilmaydigan, ruhimiz tushkun bir xil kayfiyatga bo'lamiz. Shuning uchun oldin hammamiz o'zimizda hasadning bor ekanligini e'tirof qilishimiz kerak. Chunki bu hasadni Alloh taolo har bir odamning qalbiga qo'ygan. Nima uchun qo'ygan? Bizning taraqqiy qilishimiz, tirishimiz uchun qo'ygan. Agar hasad muvofiq miqdorda bo'lganda, uni kontrol qilgan vaqtimizda odamning taraqqiyotiga, tirishiga sabab bo'ladi. Masalan, bir odam bir ish ilgarilasa, odamdagi hasad qo'zg'aladi. U tufayli uni kontrol qilmasak, uni g'ayvatini qilamiz, uni o'chib qolamiz, qo'limizdan kelgan yomonlikni hammani qilamiz. Agar biz uni to'g'ri kontrol qilsak, u unda qilibda, men unda qilay deb bu hasad tirishchanlikqa, harakatga o'zgaradi. Shuning uchun Alloh taolo hasadni har bir odamning qalbiga qo'ygan. Lekin u kontrol qilinmaganda, bitirib qilinmagan vaqtda u yomon illatlarga o'zgaradi. Shuning uchun hasaddan qutulishning birinchi qadami hasadning qalbimizda bor ekanligini e'tirof qilish. Undaqda hasaddan qanday qutulamiz? Biz nima uchun hasad qilamiz? Buning birinchi sababi biz hayotni boshqalar bilan musobaqa qilishadigan, boshqalar bilan baslashadigan bir maydon sifatida ko'rib olgan vaqtimizda biz hasad qiladigan bo'lib qolamiz. Masalan, bir odam biz qilmagan ishni birini qilsa yoki biz qilgan ishni ortiqroq ishni birini qilsa, ajab men keyini qoldimmi ya degan bu baslash tuyg'usi bilan uni hasad qilishga boshlaymiz. Masalan, bir odam bizning ko'proq pul tepib ketsa yoki bizni ilg'orroq bir mashina olsa yoki bizni chiroyliroq bir uyda o'ltirsa, ajab men bu mashinada qoldim, ajab men unchalik pul topolmadim, ajab men unchalik uy ololmadim deb o'zimizni uningga selishtirib, qalbimizda uning qarta hasad paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun hasaddan qutulish uchun hayotning baslash maydoni emas ekanligi, har bir odam o'zining qulda bor ne'matni tunish ekanligi, o'zining hayoti qarta tirishchi, ammo qanoatchanlik bilan yashashi kerak. Agar undaq bo'lmagan vaqtimizda boshqalarga hasad qilamiz, o'zimizning qo'ldagi ne'matlarni tunayolmaymiz va o'zimizning qo'lda bor bo'lgan ne'matlarni huzurlanmaymiz. Davomli boshqalarga qarab hasad qilish bilan o'tib ketamiz. Shuning uchun shu esimizda bo'lishi kerakki, hayot baslashadigan musobaqa maydoni emas. Hayot Alloh taolo bizga bergan vaqtlik imtihon maydoni. Har bir odam tirishqini kuchlik mukofotga erishadi. Bir odamning siz erishmagan narsaga erishganligi u odamning oqibatining yaxshi bo'lganligini bildirmaydi. Balkim u odam bir narsaga erishgan bo'lishi mumkin, sizmi u odam erishmagan yana bir narsaga erishgan bo'lishi mumkin. Hayot mana shundoq tanishiladi. Shuning uchun Allohga nisbatan roziman va qanoatchan bo'lgan vaqtimizda boshqalarga hasad qilmaymiz va o'zimizmi qo'limizdagi ne'matlardan foydalana huzurlana olamiz. Ikkinchisi, hayotda ba'zi kishilar biz erishmagan narsaga erishgan vaqtda, xuddi u odam biz erishmoqchi bo'lgan narsaga erishib olgandek tuyg'uda bo'lib qolsak, yana biz hasad qilishga boshlaymiz. Masalan, bir odam mashina oldi deylik, yoki pul topdi, yoki uy olgan bo'lsa, xuddi siz oldigan mashina olgandek, siz topadigan pulni tepib olgandek bunda tuyg'uda bo'lib qolsak, yana u odamga hasad qilishga boshlaymiz. Amaliyotda boshqalar pul topgan bo'lsa, yoki siz erishmagan bir hurmatga erishgan bo'lsa, u siz erishmoqchi bo'lgan hurmatga yoki siz topmoqchi bo'lgan pulni yoki siz olmoqchi bo'lgan mashinani olmaydi. O'zining rizqidagini oladi. Sizmi tirishsangiz, sizmi kuch chiqarsangiz, balkim u erishgan hurmatga, u erishgan pulga, u erishgan mashinaga erishishingiz mumkin. Demak, boshqalar bir narsaga erishgan bo'lsa, u siz erishmoqchi bo'lgan narsaga erishib olmadi. Sizning rizqingiz yana bor. Agar sizmi tirishsangiz, yana o'xshash shu narsaga erisha olasiz. Shunga hayotda kishilar bir narsaga erishgan bo'lsa, xuddi men erishmoqchi bo'lgan narsaga erishib oldi. Hamda u ish qolmadi. Mening tirishqinim baka degandek bundaq pasib tuyg'u mubtalo bo'lmang. Agar mubtalo bo'lgan bo'lsangiz, bundan qutuling. Chunki har bir odam tirishgan narsaga erishadi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Laysa lil insani illa ma sa'a." Inson o'zi tirishgan narsaga erishadi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Va in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballohu alayk." Agar butun insoniyat to'plashib sizga bir yomonlikni yetkazmoqchi bo'lsa, bu insoniyat Alloh taolo sizga yozgan narsadan boshqa hech qanday narsani ziyon yetkazmaydi deydi. Demak, sizning taqdiringizdagi narsalarni boshqalar elib olmaydi. Sizning rizqingizdagi pullarni boshqalar tepib olmaydi. Bu narsa kallangizda uchiq bo'lishi kerak. Demak, biz yuqoriga ikki xil tuyg'udan qutulgan vaqtimizda hasaddan qutula olamiz. Hasaddan qutulgan vaqtimizda qabr azobining ko'p qismiga sabab bo'lgan g'ayvatdan qutula olamiz. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Iyyakum val hasad." Hasaddan saqlaninglar. Chunki hasad xuddi o'tni yegandek sizlarning yaxshiliklaringizni ko'ydirib yeydi deydi. Qanday yeydi? Hasad qilsak g'ayvat qilamiz. G'ayvat qilsak bizning yaxshiliklarimizning hammasi biz g'ayvatni qilgan odamning hisobotiga o'tib ketadi. Agar bizning yaxshiligimiz bo'lmasa, u odamning gunohi bizning zimmamizga o'tadi. Demak, hasad mana shunday bizning yomonligimizni yo'qotib o'tadi va boshqalarning yomonligini ustimizga erishimizga sabab bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud degan sahoba kishilarga "Sizlar Allohning ne'matini dushman tutib qolmanglar" dedi.
Kishilar Abdullah ibn Mas'udning bu so'zini hayron qilib, qandoqmi odam Allohning ne'matini dushman tutsin deydi. Abdullah ibn Mas'ud allazina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullohu min fadli. Alloh taolo o'zining fazlidan kishilarga ne'mat bersa, ortiqchilik bersa, pul bersa, rizq bersa, ana shu Alloh bergan shu fazilatga, shu ne'matga hasad qilganlar bo'lsa, Allohning ne'matini dushman tutganlar degan. Demak, bir odam boshqalarga hasad qilgan vaqtida, u Allohning u odamga bergan ne'matini dushman tutgan bo'ladi. Xuddi Allohga, "Ey Alloh, sen odil emas. Uningga bergan narsang menga bir tegishlikdi" deganga o'xshagan Allohning taqsimotiga norozi bo'lgandek bir ishoratni qiladi. Yana birisi hasad Allohning taqsimotiga rozi bo'lmaganlik bo'ladi. Masalan, Alloh taolo bir odamga pul bersa, yoki sog'lik bersa, yoki hurmat bersa, yoki shon-sharaf bersa, uningga hasad qilsak, uningga chidamasak, "Ey Alloh, uni xato berib qo'ydi. Uni asli menga berishing kerakdi" degandek bir xil ifodani bayon qiladi. Shuning uchun hasad mana shunda xatarli. Alloh taolo hammamizni bu qabih kasaldan saqlag'ay va bu sababli bizni g'ayvatdan saqlag'ay, g'ayvat sababli qabr azobining ko'p qismidan saqlag'ay.